Oddiygina shu narsani bitta tiqib qo'yib turib 10 yildan 15 yilgacha garantiya berishadigan. Chiqib ketib qoldi. Ket. Oddiygina shu narsani shunday tiqib turib 10 yilgacha bemalol garantiya berishadigan bo'lar ekan. 1 yilgacha servis xizmatlari bepul bo'lar ekan. Bu nima deydiganlarga xuddi shunday nejavika perilar bo'ladi. Ko'rib turganlaringiz juda ham bezirim bo'ladi. Gold Svetga kombinatsiya berishgan bo'ladi. Har bitta svarkasi 100 kilo ko'taradi deyapti. Akalarimiz sakrab qilsa ham umuman sinmaydigan bo'ladi. Ko'ryapsizlar? 300 kilo yuk sakrayapti, umuman sinmaydigan bo'ladi. Bularimizni narxiga keladigan bo'lsa, narxlarni 250 ming so'mdan boshlanib yuqoriga qarab ketaveradi. Tumbalari alohida hisob bo'lar ekan. Tumbalarning narxi 400 ming so'mdan boshlanib yuqoriga qarab ketaveradi. Mana shu tumbamizga keladigan bo'lsa 500 ming so'mga juda ham chiroyli qilib o'rnatib berishgan bo'ladi. Mo'shi bo'ladi, ishlatsiz bo'laveradi. 10 yilgacha garantiya beradi. Servislari 1 yilgacha mutlaqo bepul bo'ladi. Kimgadir shunaqangi nejavika perilar xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishar ekan. Videoda pastga nomer qo'yaman. Aloqaga chiqish sizga ham chiroyli qilib xuddi shunday ko'rinishda qilib berishadi.